Bugungi videoda men Minecraftda obunachilarim bilan quruvchilar jangini o'tkazaman. Va video davomida mening obunachilarim qanday uylar qurayotganini va u qurilish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Undan oldin siz kanalga obuna va videoga like bosib qo'yishingiz kerak. Qani unda boshladik. Bu yerga hozir obunachilar o'zlarining uylarini qurish uchun joy, ya'ni bu yerdan o'zlari chiqa olmasligi uchun joy yaratilib qo'yilgan va bu yerga o'yinchilar qo'yiladi va qizil chegaradan tashqariga chiqa olishadi. Olishmaydi. Xo'sh, unda men obunachilarimni joylariga tip qilaman. Va ko'rib turganingizdek, biz o'z obunachilarni tip qildik va ular o'zlarining uylarini qurishni boshlashdi. Xo'sh, bu yerda hali ham qandaydir narsalar sozlanyapti. Va obunachilarim esa uylarini qurishni boshlashmoqda. Okey, bu yerga bitta obunachim, bu yerda esa nimagadir ular uylarini qurishmayapti, nimagadir tikilib o'tirishibdi. Qiziq. Bu yerda repa nimadir to'g'rilayapti. Okey, mayli. Xo'sh. Bu obunachimiz ostinetidan uyqutayotganini buzib tashlabdilar. Xo'sh, okey. Ekrandagi hozir bizni serverimizda ishtirok etayotgan obunachilar ro'yxati. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, obunachilarim o'zlarining uyini qurishni boshlashdi. Hammasi ajoyib ravishda davom etishyapti. O'ylaymanki, ularning uylari juda ham ajoyib va chiroyli chiqadi. Obunachimiz nimagadir yana tinitini olib, uy qurishga harakat qilyapti. Balki ularning uylari noodatiy chiqar. Okey, mayli. Xo'sh, okey. Refa uning oldiga bordi. Bu yerda bitta obunachimiz o'zi uyini yarimni tugatay debdi. Hozircha uylari yaxshi ketyapti. Okey, omad tilab qo'yamiz. Bu yerda okey. Bitta obunachimiz yerni tozalayapti, bilmadim nima qiladilar. Bitta obunachimiz mana bu yerdan yer ajratyapti. Nimadir balki keyin davom ettirar va bu o'yinchimiz endi yaxshi uy qurishni boshladi. Okey, mana Refazo ham o'zini uyini qurishni boshlabdilar. Va bu obunachimiz nimaga yerni kovlaganini endi tushundim. Bu yerda uylar qurilyapti, Almazni va Refazoning toshbaqa joyi. Okey, bu obunachimiz hali ham yer ajratyapti. Ammo bu uy уже butay deb qopti, Almazdan qilinyapti. Qanday ajoyib. Yaxshi, va bu obunachimiz ham mana o'zining yerlarini chiroyli qilib bezatyaptilar. Ammo bu Refazoning uyi menga hozircha toshbaqani eslatib yubordi. Okey, bu yerda Respawn ham o'zlarining uylarini tiklashni boshladilar. Okey, hammalariga omad tilab qolaman. Hammalari bir-biridan ajoyib uylar qurishga harakat qilyapti va oxirida men sizlarga qanday uylar qurilganini ko'rsataman. Sizlar ham shunday videolarda qatnashmoqchi bo'lsanglar, bemalol men Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, har doim qanday videolar olinayotganini va qanday narsalar qo'yilayotganini bilib borasizlar. Xo'sh, endi bo'lsa yana biz uylarni ko'rishda davom etamiz. Ba'zi bir nosozliklar tufayli obunachilarim skini menga ko'rinmayotgan ekan. Ya'ni men nastroykani to'g'rilab, yana ularning skinini ko'rsatdim. Va nihoyat ular endi chiroyliroq ko'rinishni boshladi. Mana bu yerda Shaya o'z uylarini tugatyapti. Bu obunachimiz nimagadir almazni blokni yerga qo'yib chiqyaptilar. Mayli, okey. Davom etamiz. Bu yerda obunachimiz okey uylarni o'zi tugatyapti. Toshli uy, mayli, omad tilab qo'yamiz. Mana o'zlari men chiqib ketibdi deb o'ylabman. Va obunachimiz bu yerda g'alati bir uy quryapti. Mayli, ularga ham omad. Hammaning o'zining ideyasi bor. Va bu uyda qurayotgan obunachimiz mana o'zlari eshik qo'yapti va Refazo o'zlarini uyini tugatyapti. Boshda g'alati ko'ringan, ammo endi chiroyli uy qurishibdi-da. Mana Refazoning o'zlari. Video davomida yana bir nechta yangi obunachilar qo'shildi. Ularni ham ko'rsatib o'tdim. Okey. Ularning ishlayotgani va birgalikda uy qurishayotganini ko'rish juda ham ajoyib. Refazo qanaqadir kulbacha va mana o'z uylarini yaxshilashdi. Shaya o'zlariga balkonli uy qurishibdi-da. Ichi keng,
O'ylashimcha hozir tepaga chiqishga ham joy qiladilar-da. Xo'sh, okey, mayli, bu yerdan ham o'tamiz. Xo'sh, mayli. Biz bu yerda parkurli uy quryapti. Balkim parkur qilishni yaxshi ko'radilar. Okey, bu yerga bunday sakrab, bu yerga sakrab o'tib olamiz. Yo, tushib ketdim, mayli, omad tilaymiz. Ajoyib uylar bo'lyapti. Refoz o'zlarini uyini tugatyapti. O'ylashimcha hozir birinchi bo'lib Refoz o'z uylarini qurib tugatadi-da. Bu uyning orqadan ko'rinishi ana shaya. Bu yerda obunachimiz basseyn, ya'ni almasni basseyn quryapti ekan. Uylarning ichini ham ko'rsataman sizlarga. Ops. Bu yerni ham buzish kerak ekan. Da, uylarning ichi ham katta. Bu yerni ham bezatasiz degan umiddamiz, Karlojon. Bu yerdan asta ketdik. Mana uylarni ko'rsataman sizlarga. Bu Shayani uyi. Mana bu yerga bitta obunachimni qo'ygandim, chiqib ketibdi, mayli. Da, aytganimizdek Shaya uylarni to'g'rilabdi, ya'ni ichini. Bu yerda balkon, toza havodan nafas olib turish uchun. Bu obunachimiz qanday desam bo'ladi, bu yerga dor kabi uy qurib qo'yibdi, mayli. Va Maqsadbek esa hali ham o'zlarining uylarini qurishda davom etmoqda. Va bu yerga ham ikkita obunachi, ya'ni bitta obunachimni qo'ygandim, nimagadir chiqib ketdi, mayli, kirishini kutamiz. Xo'sh, respawn ichkarida Birani to'g'rilayapti o'ylashimcha. Okey, mana bu uylarning hozirda qurilayotgan uylarning ko'rinishi, ya'ni uzoqdan va yaqindan sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, mana. Okey, mayli. Obunachimiz endi basseynlarga suv qo'yapti. Obunachilar, men sizlarga bir ma'lumot aytib o'tib ketaman. Bu video olinish uchun kamida 3 soat ketdi. Mehnatimni qadrlagan holda kanalga obuna va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Okey, uy qurishyapti va men zerikkanimdan uy atrofiga daraxt ekib chiqishga qaror qildim. Ya'ni obunachilar uy qurayotganda ularga ham yordam bo'lsin deb daraxt ekdim-da. Ya'ni butun bir uylarning atrofiga, orqa tomonlariga kam-kamdan daraxt ekib chiqdim va oxirgi daraxt ham ekdim. Va endi ular yaxshi ko'rinyapti. Bir ham daraxtlar bilan o'ralgan. O'tman tepadan ham ko'rsataman. O'ylashimcha yaxshi chiqdi. Obunachilar hali ham uy qurishyapti va uy qurib bo'lgandan keyin sizlarga juda ham ajoyib manzara ko'rsataman. O'ylashimcha emas chiqadi va mana bu yerda Karlojon uylarini qurib bo'libdi, ichkarida o'yini qurishyapti. Yaxshi. Shaya ham uylarni bezamoqda. Respawn, qani ko'raylikchi respawn nima qilyapti? Okey. Da, respawn hali ham o'sha joydan qimirlagani yo'q. Mayli. Xo'sh, bu yerda Maqsadbek. Qani uylarga kirib ko'ramiz. Okey, biz bu yerdan chiqsak, tashqariga chiqar ekanmiz. O'ylashimcha bular 2 qavatli, ko'p xonali uy qurishmoqchi va bu obunachiz esa qanaqadir teshiklar qilib uyni bilmayman nimagadir o'yindan chiqib ketdilar va Refozo bir ham ajoyib uy quryapti-da. Okey, mayli. Va hozirgina bizga yangi obunachi qo'shildi va men ularni mana shu yerga tipi qilib oldim. Mayli, davom etamiz. Obunachilar, men yana bir sizlarga qatnashayotgan yangi qo'shilgan obunachilarni ko'rsataman. Bu yerga hozir Valve nomber 7 qo'shildi va Maqsadbek ham nimagadir chiqib ketdilar. Uyni tugatmasdan. Okey, va yangi kirgan obunachimiz ham uylarni qurishni boshlab yubordi. Ajoyib. Va mana bu yerda Refozoning uyi ko'p e'tiborni tortyapti men uchun, yana bilmadim. Va men bo'sh o'tirmaslik uchun uylarning oldiga chiroqlar qo'yib chiqdim. Ya'ni kechqurun tushganda uylar qanday ko'rinishini, yangi kirgan o'yinchimiz esa o'zi uyni tugatyapti. Juda ham epchillik bilan harakat qilishyapti. Refozo ham o'zlarining uyiga chiroq qo'yishibdi. Mayli, omad tilab qolamiz.
kechqurun va obunachilarimiz qurayotgan uylar va kechki hovli sizlarga qanday ko'rinayotganini kommentariyada yozib ketinglar. Barcha obunachilarimiz uylariga chiroqlar qo'yib, ularni bezab chiqishibdi. Mana faqat birinchi Karlojon degan obunachimiz chiroq qo'ymabdi, mayli hech nima qilmaydi. Shayaning uylari porlab turibdi. Bu daraxt ham o'sib chiqdi, yaxshi. Va bu yerga Refazoning uyi ham porlab turibdi, bu ham yorqin. Ya'ni hamma uylardan ajrab turgandek yonib turibdi. Yaxshi, omad tilaymiz. Yangi kelgan obunachimiz ham uyni bezashni boshladi va bu yerda Ruslanning sevgidan kuygan chiyabori bo'lib qora gul ekib chiqyapti. Bilmadim nimaga. Balkim rostdan ham sevgidan kuygandir. Xo'sh, bu yerda esa oy botyapti. Ajoyib manzara. Mashina asta kadrni orqaga qaytaraman. Okey, asta qaytaraveramiz va mana shu yerga chiroyli musiqa ham qo'shib qo'ymoqchi, nima mayli. Chiqsa yo'q. Va mana. Endi esa bu tarafdan quyosh chiqyapti. Qanday ajoyib. Okey, bo'ldi. Mana bu yerga ham bitta obunachimiz qo'shildi. Bularni ham mana bu yerga qo'ydim, yana bu yerga qo'ydim. Ular ham o'z uylarini qurishni boshlashdi. Va mana bu yerga ham yangi obunachimiz qo'shilgandi. Maqsadbekning uylarini davom ettirishni so'radik. Okey. O'zi hamma uylarni qurib bo'lgan va yangi kelgan obunachilarimiz ham qurib bo'lishini kutamiz. Va bu yerda yangi kelgan obunachilarni o'zingiz qurib olishingiz mumkin. Obunachilar ish qilyapti ekan deb men ham lapotgan olib, ularning uylariga kirish uchun yo'lakchalar qilishni boshladim. O'zi ham juda ham ko'p uylar bo'lgani uchun ko'p chiqdi va nihoyat mana rezultat. Juda ham yaxshi uy va yaxshi yo'lakchalar chiqdi. Okey, mana obunachilarimiz qurayotgan uylarning tepadan ko'rinishi juda ham ajoyib yaxshi kadr ketyapti va yana obunachi qo'shilgani uchun yana sizlarga ro'yxatni ko'rsataman. Okey, mana bu yerda obunachimiz nimagadir qanaqadir narsa qurib tashadi, mayli chiqsa yo'q. Va bu yerda o'sha obunachimiz yangi uylarni quryapti. Vot mana. Va mana bu yerga ham yana bitta obunachimiz qo'shildi va bu yerga ham jami hisoblaganimizda bizga yana 3 ta yangi obunachi qo'shildi. Xo'sh, ular ham o'zlarining uyini qurishni boshladi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir men bu obunachimizning uyiga kirib ko'rsataman. Mana uyi katta, chiroyli va hayla o'zlari tepada nimadir qurib yotishibdi. Asta chiqdik, xalq berib qo'ymaylik qurayotgan uylarga. Okey, bu yerda ham yana bitta obunachimiz katta uy qurishni boshladilar. Va mana bu yerda esa Okey, mana bu obunachimiz ham chiroyli uy quribdi. Kech kirgishiga qaramasdan uylar ajoyib chiqmoqda. Va bu tarafda esa qaysidir obunachimiz kirgandilar, chiqib ketibdi. Va bu yerda Refazoning uylari Aura Farm bo'lyapti. Okey, mana bu yerda ham juda ham katta uy qurilmoqda. Obunachilarim bo'lsa o'zlarining uylarini qurib tugatishyapti. Bunday manzarani tepadan ko'rish juda ham ajoyib tuyuladi. Kichik bir shaharcha, tun va chiroqlarning yorug'i bu prям ajoyib-da. Va bu yerda esa bir obunachimiz kichik bir kulbachali uy qurgan. Va o'sha obunachimiz bizni chaqirdilar va yasagan narsalarni bizga ko'rsatdilar. Okey, juda ham ajoyib kichkina yurakcha qo'yibdi. Va bu yerda esa bu obunachimiz o'zlarining uylarini yana bir qavatga ko'targanlar. Va bu yerda esa qasr qurinyapti. Nahotki men serverimda ham qasr qurilsa, juda ham ajoyib. Bir emas, ikkita qasrda. Birinchisi Refazoniki, ikkinchisi bo'lsa Cyclist degan obunachimizniki. Shunday ekan, barcha obunachilar o'z uylarini qurib bo'lishdi. Endi esa ularni ko'rsatishga. Birinchi navbat bizada Karlojonning uylari. Uylariga kirishga shunday chiroyli bezak. Xo'sh, uyga kirganimizda bizada mana shunday katta divan, bu yerda esa nezarli aslahalar va tepada ham uy bor ekan. U yerga ham chiqib ko'ramiz. Va tepada esa oshxona juda ham ajoyib chiqgan. Bezatilgan va ichida esa oziq-ovqatlar bilan yaxshi. Okey, endi uydan chiqamiz. Orqa eshik ham bor ekan, chiqishga qulay, ya'ni kirishda
temir eshikdan kirsak, chiqishda esa bizlar oddiy bir eshikdan chiqar ekanmiz. Bu juda ham qulay. Ya'ni kirganingizdan keyin chiqish uchun o'qimaysiz. Keyingisi esa bizlar to'xtalar bu yerga Karlojon nimadir yozib qo'yibdi. Xo'sh, ko'ramiz. Kanalga obuna bo'ling-da. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizda keyingi uy bu Shayaning uylari bu. Kirishimizda Shayani o'zi ham shu yerda ekan, dam olyapti mushuklari bilan. Kirishimizda yotoqxona va tepada esa dam olish uchun balkon. Yaxshi, ajoyib chiqibdi. Keyingisi bizda Popining uylari. Okey, o'zlari ham shu yerda ekan. Xo'sh, kiramiz. Xo'sh, bu yerda kirishda bizlarni Nezrit aslahalar kutib oladi. Va kirganimizdan bu yoqqa o'tsak, kitoblar va sandiq. Sandiqni ichida narsa bor. Ochib ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda kitob bor ekan. Endi uni o'qib ko'rishimiz kerak. Xo'sh. Bo'ldi. Kanalga obuna va like bosing. Iltimos, obunachilar, kanalga obuna va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Yaxshi ham yozibsiz. Buni qo'yamiz. Xo'sh, yana Nezrit aslaha, o'zingiz ham shu yerda ekansiz, yaxshi. Xo'sh, endi tepaga chiqamiz. Qani tepada nimalari bor ekan? Xo'sh, bu yerda esa sandiqni oching deb yozib qo'yibdi. Sandiqni ochsak, shuncha narsa. Yaxshi, ajoyib chiqibdi. Xo'sh, bizda 4-uy Refaning Aura Farming uyida ajoyib uy chiqqan. Qani endi ichini ham ko'ramiz. Oldin tashqi ko'rinishi va endi ichkariga kirsak, oldin qandaydir nurlar juda ham ajoyib taralyapti. Ko'rib turibsizlar, rasmlar. Bu yerda kitobni ochimiz ko'rib turadi. Bu pastda u yerda nimalar borligi juda ham ajoyib uy chiqqan. Bir sehrli portlashga tilojiz va kirdik. Refazoning uyi prям bomba chiqqan obunachilar. Xo'sh, bizda keyingi uy bu Resvamning uylari. Uyga kiramiz. Uyda ikkita Nezrit aslaha. Uy kichkina va ya'ni o'g'il bolalarga uncha katta uy yoqmasligi mumkin-da. Mana shunday kichkina o'rmon sharoitida bo'lgan uylar albatta o'g'il bolalarga mos va yoqadi. Uyning ko'rinishi bunkerga o'xshab qurilgan. Va bizda 6-ishtirokchi Mayor biz uyga kirishimiz bilan, o'zlari ham shu yerda ekan. Ya'ni o'tiradigan, o'ylashimcha, oshxonaga kiramiz. Bu oshxonada oynali joy. Va tepaga chiqadigan bo'lsak, tepada yotoq ajoyib. O'zlariga mos va hattoki svet ham qo'yib qo'yibdilar. Ajoyib chiqqan, oynali, o'zlariga mos kichkina uy. Yaxshi, omad. Bizda 7-ishtirokchi YouTube Flayning uylarini ko'ramiz. Kirishda zinadan chiqib kattakan joyga borayotganmiz. Bu yerda narvon ham bor ekan. Bu yerda o'tinlar. Vau! Bu tepada yotoq va o'tiradigan joy. Ajoyib ideya, ya'ni hali ichimda ko'rmagan ideyamni qilishibdi. Qani tagida esa ferma. Fermada o'sha ko'rib turgan moblar va yurakcha qo'yib qo'yishibdi. Juda ham ajoyib. Va bizda 8-ishtirokchi Xo'sh, Wayrich obunachimiz. Qani uyimizni kirish joyida bug'doy va ichkariga kirganimizda esa shinamgina uyni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'g'il bolalarga kichkina, ya'ni boya aytganimdek kichkina, ya'ni uncha ko'p narsasi bo'lmagan, ya'ni yotoq, bryonya va bestak shu kabi narsalar bo'lsa bo'ldi. Va bizda esa 9-ishtirokchi Valve nomer 7 uylarga kiramiz. Uylarning tomida mana shunday katta ajoyib zal. O'ylashimcha pastga kiradigan joyi ham bor ekan. Davomlashib pastda esa bizda choy ichadigan joyimiz bor ekan. Bu yerda tovuqlar. Ajoyib va noodatiy uylardan biri. Ya'ni men ko'rgan noodatiy uylarimdan biri. Ajoyib chiqdi. Bizda 10-ishtirokchi, ya'ni bu shu katta qasrni qurgan Tommy Play. Ya'ni Tommy. Va birinchi men sizlarga uyning ko'rinishini ko'rsataman. Ham ajoyib va katta uy. Bu uyning tashqi ko'rinishi. Endi esa uyning ichkarisiga kiramiz. Mana bu yerda eshik o'ynayapti. Mana shu yerga kirib ko'ramiz. Bu yerda kattakon ombor. Bu o'zidan tagi adashmasam-da. Ham toshu teksturalargacha adashmasdan qo'yib chiqibdilar. Endi esa uyning ichkarisiga kiramiz. Uyning ichi juda ham katta obunachilar, chunki men bu kishini shoshirganim uchun kech bo'lib ketdi videolarimiz aytganimdek. Hali uyning ichini bezashga ulgurmadilar, ammo keyingi videoda uyning ichini ham bezaymiz. Biz bu yerga tushsak, bu yerda esa ot turadigan joy. Yaxshi, men bu uyga
yaxshi ball qo'ygan bo'lardim. Shunday ekan obunachilar, sizlarga aytadigan bo'lsam, video o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang va sizga qaysi biri yoqqanini kommentariyada yozib qoldiring va biz o'sha yutgan o'yinchilarni 1 va 3-o'ringacha sovg'alar bilan silaymiz. Ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Kanroji bo'ldi. Hammaga xayr.